Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bugungi videomiz xudo xolasa dushovoy kabina narxlari bo'ladi. Kuyov bolalar uchun juda ham yaxshi, jigarlar. Bundan tashqari ota-onangizga ham uyiga alohida qo'yib beradigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi bo'ladi. Mana qish kelyapti. Misol uchun hammomi tashqarida bo'ladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham qiynaladi. O'shaning uchun mana sizlarga maslahat beramiz. Eng arzoni 2.700.000 so'mdan boshlanadi. Tega qarab chiqaveradi. Mana eng arzonidan bitta boshlaymiz, xudo xolasa. Mana aka bitta obzor qilib beraylik. Bu qanaqa funksiyalari bor endi? Bu qayerda ishlab chiqarilgan? Assalomu alaykum. Bu 90 ga 90 modelimiz. Xitoyniki bo'ladi. Qo'l dushi bor, tepa dushi bor. Aha. O'zi Xitoyniki 90 ga 90 razmer, pasport 90 ga 90. Necha kilo ko'taradi bu? 200 kilo ko'taradi. 200 kilo bemalol Endi ko'taradi. buni bo'yi 210 sm. 210. Ha, endi ixchamlashtirish uchun sal narxi arzon bo'lishini hisoblaychi, bo'yi pastroq. 210 sm bo'ladi. Narxi ham o'sha 3 bahosi 2.700 qilib beramiz. Taqalgan. 190 li odam sig'averadi, ichiga. 190 li odam, mana o'zim rusaysanmi? 180misiz? Ha. Ha, juda ham yaxshi. Demak 2.700.000 so'm. 2.700. Oynalari ko'rinmaydiganlar. Yopingchi? Ha, mashalloh. Juda ham yaxshi. Xirashlar ko'rinar, keyin romantika qilib o'tiraveradi. Endi juda ham yaxshi. Endi orqasidagi modelichi aka? Bu 90 ga 90 modelimiz, lyuks modeli. Luks modeli. Bel masaji bor, tahorat guslagi bor, sveti bor, ventilatori bor. Ha, hamma yo'q bor ekan. Bu qora variant. Endi bunga nisbatan qimmatroq 4.400.000 so'm qilib beramiz. 4.400.000 so'm. Ha, sababi o'sha ichidagi funksiyalar hisobiga. Ha, tagida misol uchun yosh bolani cho'miltirsalar ham bo'ladi. Vaqti kelib farzandli bo'ladigan bo'lsalaring, tagiga suv to'ldirib, cho'miltirsalar ham maza qilib juda ham zo'r. Uyni ichiga jigarlar bitta parda qilib yoki hozir shkaflarning orqasiga mebel yasashyapti-yu, shkaflarning orqasiga ham bekitib olishyapti. Juda ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Demak, 4 million qancha dedingiz? 4.400.000. Bundan keyingi modelimiz Xitoyniki, bu ham birga bir. Endi menga Ichi birga arzonroq bo'lsin, lekin ichi kengroq, prostoyroq bo'lsin deganlar uchun narxi 4.350.000 so'm. 4 million. Birga bir razmer, 90-90 emas, birga bir bo'ladi. Ha, o'tirsa ham bo'ladi. Bor. O'tirsa ham bo'ladi bunda. Ko'zgu aynasi bor, qo'l dushi bor, tepa dushi bor. Ha, bunda o'sha hamma funksiyasi bor ekan, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Narxi 4.300.000, ozmoz kami bor. 4.300.000 so'm ozmoz kami bor. Juda ham yaxshi. Bu necha kilo ko'taradi? Bu 350 kilo 400 kilo ko'taradi. Vandaligini hisobiga. Vandaligini hisobiga. Juda ham yaxshi. Bundan tashqari bu tomonda juda ham ko'p jigarlar, xudo xolasa, mana. Keyin ko'rsatadiganimiz bu birga bir oldi palasali variant. Bu ham o'sha lyuks modelimiz. Buni ichida lyuksda nimada kiradi? Svet bo'ladi, ventilator bo'ladi, kolonka bo'ladi. Qo'shimchasiga bel masaji bo'ladi. O'shani dushovoy kabinalar lyuks hisoblanadi. Undan yo'qlari prostoyr. O'zi zavodskiy emas, chiroq qo'shib berganlari bor, 50-60 mingga qo'shib. Buni chiroqlarni spesialniy blok pitaniyasi bo'ladi o'zida. Nimani 200 mani 12 kilo o'tkazib beradi. Ha, juda ham yaxshi. Bu endi 2 kishilik ham bo'laverar ekan, chunki katta, misol uchun o'sha uylangan bo'lsangiz, sekin ikki kishi bola chaqa bilan kirsalar ham ashallarni qo'yib olib, biz qilib, jigarlar endi bu bo'laveradi endi, baribir o'zingizni ayolingiz boshqa bu bo'laveradi, yarashaveradi. Bu narxi necha pul? 4.600.000. 4.600.000 so'm. Bu modelchi. Xuddi shuni bir prostoy varianti, oq oldi prozrachniy ko'rinadigan variant, narxi 3.800.000. 3.800.000. Bunga ikki kishi sig'ar ekan. Mana uni 3.600.000 modelimiz ham bor, birga birda. 3.600.000 so'm, birga bir. Tepa dushi, qo'l dush, so'ng qo'ygan polkasi. So'ng qo'ygan polkasi, ventilator bo'lish kerak обязательно. Sababi ventilator misol uchun agar parlanganda ham parda tortib ketadi. Tortib ketadi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Bundan tashqari bu tomonda bo'lishchi aka. Keyin ko'rsatadiganlarimiz 3.350.000 dan. 3.350.000 bo'lishini aytib ketyapman. 90 ga 90 bo'ladi. 90 ga 90. Sredniy paddon, ikki vannaligi bo'ladi, ikki xil bo'ladi. Bular rossiyskiy oqlari. Aha. Firmasi Rossiyada chiqadi, Xitoy bilan совместно ishlangan. Xitoy bilan совместно ishlanadi. Oqi bo'laveradi, parda qilib beraman deganlar uchun oq variant. Ha, oq variant. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi bunisi-chi? Bunisi seriya variantimiz, o'zimizda chiqadi. Endi Xitoy bilan совместно ishlangan. Aha. 80% Xitoyda, 20% o'zimizda. Aha. Xomashyo bilan hozirlangan. Narxi 3.350.000 buni ham. 3.350.000. Juda ham yaxshi. Bundan tashqari bu tomonda saunasi bor akalar, yo o'zingiz uyingizga olmoqchi bo'lsangiz ham bunaqangi 2 kishilik jakuzi deydimi buni? Bular jakuzi, gidromassajning sistema bilan jihozlangan hammasi. Ya'ni suv bilan, gidro degani suv bilan massaj qiladi jigarlar. Mana tagidan suv chiqadi, orqangizdan, belingizga, mana yondan, hamma joydan. Bundan tashqari bularni nima tortib sekin dush. Ha, bunisi chiqmaydi endi. Mana legrovka qilib sekin bu qilsa bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Kolonkalari ham bor ekan-a buni? Kolonkasi ham bor. Bundan bo'lsa saunaga ko'pchilik qo'yyapti. Narxi necha pul buni? 16.500.000.
16 milyon 500 ming so'm. Bu-chi bir kishilik? Bunisi 11 million 900. 11 Hisobda milyon 1000 dollar. 900. Bunda endi bir kishi o'tirib yuvsa ham bo'lar ekan, yotsa bo'ladi. Hamma massaj, bel, oyoq, hamma funksiyasi bor ekan. Bunda ham qo'l leykalarigacha bor ekan. Xo'p, endi sal kattaroq modeli. Bu kattaroq 150 ga 150. Bunda ayni qilmagani sababi ayni katta bo'lib ketadi. Aha. Unaqa katta nimani sig'dirishcha qiyinroq. Ha. Bunga o'shuning uchun aynasi qilingan. Ayni nima bo'lib qoladi? Nobop bo'lib qoladi. Katta ayni unaqa kichkina ayniga nisbatan to'g'ri o'rnashmaydi. To'g'ri. Bu bir kishilik, o'sha semizroq, vazni oshiqroq odamlar uchun juda ham yaxshi. Ota-onangizga olib bering, mana shunaqa duoda oling, maza qilasiz, xudo xolasa Alloh barakasini beradi. Bu narxi nechi pul ekan? Bu 12 million 300. 12 milyon 300 ming so'm. Endi dumalog'i bor ekan. Evropeskiy varianti deymizmi buni? Ha aka? Bu klassik hammomlar uchun qo'llanadi. Klassik hammomlar. Bu yumalar shunday o'rtaga qo'ysa ham bo'ladi. Dumalog'ida. Bu to'rtburchaklari ham bor. Mana bunaqalari ham bor ekan bunda, ha? Qo'lda. Niyabishni qilishgan. Ha, niyabishni qilishlangan ekan bular. Endi o'sha boshqaruvi. Narxi nechi pul buni? 8 million 500. 8 milyon 500 ming. Bunda endi dush qilolmaymiz, faqat vannani o'zini to'ldirib yotib. Ha. Juda ham yaxshi. Endi bu 3 kishilik nechi pul? Oilaviy. Oilaviy-a? Narxi Voy 8 million 200 ming so'm. 8 milyon 200 ming so'm. Bu juda katta ekan razmer. Nechiga nechi? 150 ga 150. 150 ga 230 bo'ladi balandligi. 230 bo'ladi. Bunda ham hamma funksiyasi bor Hamma ekan. funksiyasi, Bel lyuks massaj, jidkiyimlarga joyi, oynasi, qo'l leykasi, suvlari tushadi, tevada ventilator hamma yo'q bor ekan. Hamma yo'q. 8 million dedingizmi? 8 million 200. Juda ham yaxshi. Xo'p, endi bu tomonda sal Kichikroq, arzonroq komfortroqdan modellar. ko'rsataylik. Endi komfortroq. Hozir oddiylarni ko'rsatdik aka. Endi komfortini ko'rsataylik, kichikroq bo'lsin. Siz mana bu tomondan. Komfort kichikroq. Nechiga nechi bu? 120 ga 120 razmer. 120 ga 120 balandligichi? Bu 230. Nari tomonda ko'rganimiz 150 edi. Kichikroq variant. Kichikroq variant. Bu ham zo'r ekan lekin. Bu poddomi qancha og'irlik ko'taradi? 900 kilo. 900 kilo ko'taradimi? Voy mashalloh. Demak, suv to'ldirib, sekin suv sirangdan bo'lar ekan jigarda. Chunki buni tagida aka profil bo'ladi. Profil bo'ladi. O'sha hisobga bemalol vazn ko'taradi. Xo'p, narxi nechi pul bu? Narxi eski narxi 6,5 million edi. Hozir 5 million 800 qilib qo'ydik. Skidkaga tushdi. 5 million 800 sotyapmiz oxirgi narx. 5 million 800 ming. Juda ham yaxshi. Xo'p. Endi bundan tashqari bu tomonda to'rtburchak variant. Mehrobga qo'yiladi. Ko'proq Mehrobga qo'yishadi. Endi mehrob endi marloncha so'zam desa bo'laveradi jigarlar. Mehrob degani ya'ni duolni ichiga joy qolgan, o'sha joyga qo'ysangiz bo'laveradi. Bu ham komfort ekan. Hamma yo'g'i bor ekan. Mana qo'llayka, chirog'i tevadan suv tushadi, bel massajlarigacha hamma yo'g'i bor ekan. Bu narxi nechi pul? 6 million aka tushib beradi. 6 million so'm. Xo'p. Menga sal komfortni kamroq bo'lsin deganlar uchun, lekin sifati yaxshi 5,5 million tushib beramiz. Ha, buni komfort kamroq, lekin 5,5 million so'm. Lekin tahorat go'saklargacha bor. Tahorat go'saklargacha bor. Xo'p, bunisi-chi komfort. Bunisi 7 million 800. 7 million 800 Kami bunda. O'sha jidkiyimlar joyi, oyoq massaj, bel massaj hamma yo'g'i bor ekan. Zo'r. Xudo xolasa. Bundan tashqari bu tomonda mana bunaqangi rakvinalar bor. Bemalol choyxonangiz bo'ladi, restoraningiz bo'ladi, har xil xilma-xillardan bor. Semisitrlar, mana bunaqangi latunlilari bor. Bu latunli haqiqiy. Bu ham latun. Bu menimcha o'sha bo'yalgani bo'lsa kerak. Xitoyda zavodskiy. Bu latun. Har xillaridan bor, xudo xolasa jigarlar. Ariston deysizlarmi? Umuman santexnika sohasida hamma yo'q bor. Nasos, pasos hamma yo'qlar bor, xudo xolasa. Ekran nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.